universiteti molekulyar biotexnologiya laboratoriyasida o'simliklar biotexnologiyasi yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar olib boraman. Odatda har haftada markazga yaqin tumanlarda faoliyat olib borayotgan fermerlardan bir nechtasi kelib, ekin maydonlarida uchrayotgan kasalliklar va ularga qarshi kurash usullari haqida tavsiya so'rashadi. An'anaviy bilimlar endi yetarli emas. Bu borada ilmiy yondashuv va aniq ma'lumotlarga asoslangan tezkor yechimlar suv va havodek zarur. Ushbu muammolarni hisobga olgan holda biz jamoamiz bilan zamonaviy, kompleks va texnologik yechimni Markaziy Osiyo agrar sohasida inqilob qilishga qodir bo'lgan AgroExpert platformasini yaratdik. AgroExpert bu fermerning cho'ntagidagi shaxsiy agronom, chorvadorning mobil klinikasi va butun agrar zanjir uchun shaffof ekotizimdir. Biz sun'iy intellekt yordamida yuqorida sanab o'tilgan har bir muammoga aniq yechim taklif qilamiz. Fermerlar endi daladagi kasallangan o'simlik bargini shunchaki suratga oladi va ilovamiz bir necha soniyada kasallikni aniqlaydi. Unga qarshi kurashish uchun samarali usullarni tavsiya qiladi. Maxsus o'g'it kalkulyatori ekin turi, tuproq tahlili va maydon hajmiga ko'ra o'g'it miqdorini aniq hisoblab beradi. Ob-havo ma'lumotlari va ekinning o'sish bosqichiga asoslangan sug'orish jadvallari esa suvni isrof qilmaslikka yordam beradi. Chorvadorlar esa hayvonlarning jarohati yoki kasallik belgilari aks etgan fotosuratlarni, qon tahlili natijalarini yoki hatto hayvonning ovozini yuklab, dastlabki tashxis haqida ma'lumotlarni olishlari mumkin. Dori dozasi kalkulyatori esa xatoliklarning oldini olsa, emlash jadvallari va sut go'sht uchun dori vositalarining ta'sir muddati haqidagi eslatmalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, platformada real vaqtda yangilanadigan tovar narxlari paneli mavjud bo'lib, u eng foydali bozorlarni taklif qiladi. Maxsus tizim esa fermerni eng yaqin transport va xaridor bilan bog'laydi. Hatto savdo-sotiq uchun elektron hisob fakturalarni ham platformaning o'zida yaratish mumkin. Biz platformadan foydalanish imkon qadar qulay va oson bo'lishiga harakat qildik. AgroExpert Telegram boti, mobil ilova va veb-sayt ko'rinishida mavjud bo'lib, o'zbek, rus, ingliz, qozoq va qirg'iz tillarida faoliyat olib boradi. Bizning maqsadimiz shunchaki dasturiy ta'minot yaratish emas, balki fermer va chorvadorlarning daromadini oshirish, qishloq xo'jaligi sarflanayotgan resurslardan oqilona foydalanish, barqaror va ekologik toza agrar kelajakni qurishdir. Biz Markaziy Osiyodan boshlab AgroExpertni butun dunyo fermerlari uchun ajralmas yordamchiga aylantirish niyatidamiz. Chunki biz ishonamiz, AgroExpert bilan biz nafaqat hosilni, balki kelajakni o'stiramiz.